Bir kunda 3 ta dori ichib yashagan opamiz 3 kunlik muolajadan kelgan fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Mana men Badalmetova Gulmira Yo'ldashevna 61 yoshdaman. Shu paytgacha 5 yil oldin boshimga Hayot klinikasida tushganimda menga migren boshlanish tashxisini berishuvdi. Keyin bir dugonam orqali birga ishlaydigan ishxonamizga oyoqlariga qatnab yurganlarida menga ham tavsiya qilmadilar. Birga kelganimizda doktorga shu hamma muammolarimni aytganimdan keyin ular menga tashxisi nimaligini so'radilar. Men hammasini aytib berdim. Undan keyin menga qanaqadir o'zlarining muolajalarini qildilar. Shu muskullarda o'zgarishlar borligini, qiyshayishlar borligini hamma muolajalari orqali mana bugun men shu skelet klinikasiga 3-kunni kelishim, Xudo xolasa har doim men suma migren degan tabletkani, o'sha migrenni dorisini har kuni 3 mahaldan ichardim. Masalan, kechqurun o'sha boshimni qattiq og'rig'i hisobiga turib 1 mi 2 mi shu soatlar atrofida, keyin ertalab tursam yana shu og'riq, yana qayta ichardim. Keyin kechga borib ozgina siqilsam, ozgina muammolar bo'lsa ham boshim og'rib qolaverardi. Shu skelet klinikasiga kelganimga 3 kun bo'ldi. Hozir mana 3 kunning ichida kechagina faqat shu tabletkani qabul qildim. Demak, opajon, uzr gapingizni bo'ldim. Siz oldin bir kunda 3 mahal ichadigan doringizni 3 kunda bitta ichdingiz. 3 sutkada bir donagina ichdim, kecha obed qildim. Bugungi muolajadan keyin umuman hozirgi shu miyamdagi og'riqlar, xuddi bolg'aga o'xshab urishlar hammasi qoldi. Yelkamdagi og'riqlar, tortishlar qoldi. Nima deyman? Skelet klinikasiga rahmat. Albatta foyda berdi. Foyda bergani uchun shunaqa gapiryapman. Foyda bermagandan keyin gapirmayman-ku bola. Shuningdek, bosh va qo'l og'riqlari, qo'ldagi uvishlar, yelkadagi og'riqlar sizlarni ham bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol skelet jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, og'riqlardan xalos bo'ling.